10 ta bolani olib kirib ketsa, 3 tasi tuzalsa beryapti-da, 7 tasini Xudoning amri bilan o'ldi deyapti. 1 oylik, 2 oylik, даже 17 yoshga kirgan katta bolani ham o'ldirib beryapti-da. Prosta talaba yigit ekan. Men bolam o'lgandan keyin bildim buni. Talabani nima haqqi bor bemor qarashga, nima haqqi bor? Shu oy operatsiya qildirmasang bolani yo'qotasan dedi ko'zimga qarab turib. Har kuni bolalarni o'ldirib, o'rganib qolgan bular. Bitta ikkita ukol qilgani yo'q. Soat 1 dan boshlab kechqurun 6:30 gacha ukol. Bolaga narkozni ko'p bergan, o'sha keyin yana ustidan mana u ukollarni olganini holatiga bu o'sha badanini teshib chiqqan bu narkoz. Yana menga qo'lingdan kelganini qil. Meni obro'yimni to'kishga harakat qilma. Senaqangi shallaq xotinlarni juda ko'pini ko'rganman. Qo'pol bo'lsa ham palonim, pistonim deb hazilakam ham so'kmadi meni. Dadasi tashab ketdi. Kambag'alman, boshqaman, hammasiga chidayman, lekin bolamning yo'qligiga chidolmayapman. Shifo topadi deb oq xalat kiygan qotillarni qo'liga olib borib berdi men bolamni. Meni kechir jonim bolam.